Bugun 2025-yil 12-mart kuni savdoyimiz bitdi. Qo'chqonlarimizni nasib qilib egalariga berdik. Juda ko'pchilik xaridor bo'lgan edi, kelisholmay turdik. Nasib, avvalo birovning rizqini birov yeyolmaydi-da, Anvar aka. Buni hozir bu Samarqand viloyati Nurobodga ketdi. Nurobodga ismlari Sunnatulloh degan ukamizga baraka bo'ldi. Gigant qo'ydi liniyasi. Mana qo'chqorni ko'rsalaring bo'ladi. Svetlari ideal, hamma yoq o'ziga joylashgan. Qulog'i 20 plus, shirokiylikligi mana svetini ko'rib turibsizlar. Mana xudo xolasa Samarqandga bu baraka bo'ldi $700 ga. 9 million so'm shopirdan berib yuboradi. Qabul qilib olgandan keyin yana biz shu narsaga nima qilamizki, 7 kun ichida qo'yimizga sog'lig'iga, asosan yangi rivosh, xalq tilida yangi rivosh deyiladi, seniroz kasal. Bir haftaga biz garantiya beramiz. Bir hafta egizishkizib ko'riladi. Yo'tali boshqasiga biz garantiya beramiz. Lekin oyog'i sindirib qo'ysa, bo'shtirib qo'ysa, endi biz haliga bu quloqda qoni bor narsa. Lekin shu seniroz degan kasallikka bir haftaga garantiya beramiz. Mana baraka bo'ldi bu qo'yimiz. Va bu Nurobodga, Narpayga. Bu Nurobodga, bu Narpayga Nodirbek degan ukamizga Atamanni o'g'li. Buni 12 million so'mga baraka bo'ldi. Bo'ylari 88, 87, 88 chiqyapti. Quloqlari 20 plus, 21 gacha chiqyapti. Garbonoslari mana ko'rsalaring bo'ladi. Svetli qo'chqonlar. Iloyim bu qo'chqonlardan yaxshi niyatda olishyapti. Niyatlariga yetib, aka-ukalarimiz ko'paytirishib, seleksiya ishlarini yo'lga qo'yishsin. Olib borib tashlab berasiz aka. Xudo baraka bersin. Bo'ldi.